Ona qaranglar-da akalar. Men Travertin ustasiman. Ko'pchilik aytadi, "Ha, bunda pul bo'lmaydi, ustoshlar kir yuradi, to'g'risi pul bilan teskarimdek so'rasak ham bo'laveradi" deydi-yu. Bugun akalar, haqiqatni aytaman, bugun men nech pul topishimni aytaman. Pastiyani shu Travertinchini ko'rganda, liboy inson borki, hammasi menday qilib so'rashadigan bo'lib qoladi. Akalar, hozirgi kunda 4 ta shogirdim bor. 4 ta shogirdimga ham bunday olib qaraganda, men yaxshi softil insonligim uchun $1200, $1300 oylik bergan taqdirimda ham bunday o'ylab qarasam, kuniga $200 pul topyapman akalar. $200 dan pul topsam ham bu degani bir oyda 6000, bir yilda 72000. Chiqaralar, qayerga ketasizlar? Akalar, xudo xolasa, mana shunaqa Travertin xizmatlari kerak bo'lsa, ustagamizni haqiqiy zo'r joyiga kelganmiz. Ustagalarimiz O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatar ekan. Kamiga mana bu Travertinimiz, X-Log Travertin, X-Log polirovka, X-Log lak bo'lgan. Ustagalarimiz O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatadi. Sizga ham mana shunaqa sifatli Travertin xizmatlari kerak bo'lsa, bizga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Har doimgidek joninglar sog' bo'lsin.